Bormaylar bolalar. Assalomu alaykum xo'ja. Yaxshi ishlaylar bolalar. Rahmat. Yo, mashina keldi. Bor, sen qarorga qol. Rahmat bolalarim. Keling doda, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, mana shu plastikda 200 ming pul bo'lish kerak. Chunki bizni qo'yib ber. Kodni 4 ta ber bolam. Menga polniy bayt. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doda zo'r mashina. Ha, Doda plastikingizda puli yo'q ekan. o'g'lim pul tushirib qo'yaman degan edi. Bolam, men o'lguri chiqish tugab qopti. O'g'limga telefon qilib bering. Shu nomra? Assalomu alaykum aka. Adezlar parvozdagi bir zapravka dedilar. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Doda bering, plastikingizga pul tushar ekan hozir. Men o'zim to'lab chiqaman. Ha, o'g'lim, quyib oldim tushirib bergan pulingga. Ada, hech qanaqa pul tashlaganim yo'q. Nimalar deyapsiz? Kartalarda pul qolmabdi, tushirib yuborishingiz kerak ekan. Aka, pul tushishi kerak edi, tushmay qoldi. Nima qilay hozir? O'zi jonga tegib ketdilar eski mashinalarim bilan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Doda bering, plastikingizga pul tushar ekan hozir. Men o'zim to'lab chiqaman. Oka. Mana dodani mashinalariga polniy bak ochib yuboring, pulini men beraman. Yaxshilikni kimlardir qilar ekan oshkora, kimlardir pinxona.